Bugun hayotimizga raqamli tibbiyot, teletibbiyot, onlayn retsept, onlayn navbat kabi tushunchalar kirib kelyapti. Aslida bu atamalarni to'la anglab yetishimiz va moslashishimiz uchun biroz vaqt kerak. Ammo tibbiyotni raqamlashtirishning o'ziga xos ijobiy tomonlari bor. Bilasizmi? Soatlab navbat kutish, kelib analiz topshirganingizdan so'ng muassasa hovlisida soatlab kezib yurib uni javobini kutish sizni biroz charchatadi. Va shuning uchun ham ba'zan navbat kutishdan yoki shifokor qabuliga kirishdan erinamiz, salomatligimizga befarq bo'lamiz. Ammo yana bir og'riqli nuqta bor. Yuqumli kasalliklar. Biz aynan teletibbiyotning afzalli ekanligini ushbu muassasa misolida keltirib o'tmoqchimiz. Viloyat AIDSga qarshi kurashish markazi. O'zi umuman olganda sog'lom inson ham yilda 2 marotaba muntazam tibbiy ko'rikdan o'tib turishi, turli analizlar topshirib turishi zarurligini mutaxassislar ta'kidlashadi. Aynan ushbu muassasa hovlisiga kirib kelish yoki AIDSga qarshi kurashish markazi shifokorlari bilan suhbatda bo'lish bizni biroz uyaltiradi yoki atrofdagilarimiz yomon xayolga bormasin deya bu yerga tibbiy ko'rikka kelishdan qochamiz. Lekin tibbiyotning raqamlashtirilishi va analizlarning onlayn javoblarini olish, onlayn navbat olish kabi tushunchalar bu markaz xodimlari uchun ham qulaylik yaratmoqda. Keling, qisqa fursatda buning afzal tomonlarini o'zingiz ham ko'rib guvohi bo'lasiz. Garchi dunyo mamlakatlari 2030-yilga qadar AIDSni yo'q qilishga kirishgan bo'lsa-da, insoniyat tarixidagi eng halokatli epidemiyalardan birini to'xtatish hozirgacha imkonsiz bo'lib qolmoqda. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi AIDS tufayli o'lim darajasi oshib borayotgan yagona hudud bo'lib qolmoqda. Mintaqadagi ko'plab davlatlarda esa yangi OIV holatlari soni hali ham ortib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri OIV bilan yashovchilarning profilaktika va davolash xizmatlaridan yetarlicha foydalanmasligi. OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan jamiyatdagi mavjud stigma va diskriminatsiyaning tibbiy xizmatlardan foydalanishiga to'siq yaratishdir. Ma'lumotlarga qaraganda, ba'zi kasb vakillari muntazam tarzda, majburiy tarzda OIV infeksiyasiga analiz topshirib turadi. Masalan, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, organ xodimlari shular sirasiga kiradi. Lekin mutaxassislarimiz yana bir fikrni ilova qilmoqchi. Ushbu kasallikdan himoyalanish uchun aslida aholining barcha qatlamlari OIV infeksiyasidan albatta tahlillardan o'tib turish kerak. Bir yilda bir marta. Agar mana shu tahlillardan o'tib turiladigan bo'lsa, demak o'zini OIV statusi to'g'risidagi holatni bilib turadi. Demak, jamiyatda u o'zini doim erkin his qiladi va sog'lig'i to'g'risidagi barcha asosiy ma'lumot qo'lda bo'ladi. Shu masalalar bugungi kunda aholiga tushuntirishlar olib borilyapti. Demak, har bitta inson o'zini OIV statusini bilishi va uni anglashi, mana bu kasallik to'g'risidagi ma'lumotni qanchalik ma'lumotga ega ekanligini, infeksiya to'g'risidagi ma'lumotga ega ekanligini bilib borish ustida hozir ishlar olib borilyapti. Fuqarolarni OIV statusini bilish yoki OIV infeksiyasiga tashxis qo'yish bir nechta bosqichdan iborat. Ya'ni birlamchi skrining tekshiruvlari, demak immunoferment birinchi tahlili. Agar immunoferment birinchi tahlilda demak musbat natija olinadigan bo'lsa, albatta uni ikkinchi marta immunoblot tahliliga olish va 2 marta immunoblot tahlili musbat chiqishi oqibatida uchinchi bizning tasdiqlovchi testimiz bor. Bu immunoblot tasdiqlovchi testimiz. Ya'ni Western blot deyiladi Yevropada, bizda immunoblot tasdiqlovchi testimiz. Bugungi kunda yana Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlari hozir ko'rib chiqilyapti. Shu buyruqlarga ko'ra yuqori texnologik jarayonlarni o'zida saqlaydigan yangi test apparaturasi O'zbekiston Respublikasi AIDS tizimiga joriy qilinyapti. Bu IXLA apparati deyiladi. Demak, immunohimulensiya tekshirish tahlil usuli. Bu yerda kimyoviy jarayonlar o'sha immunoferment analiziga kimyoviy jarayonlarni qo'shilishi. Bu tahlil juda ham sezgir tahlil. Sezgirligi 99% dan yuqori. Shuning uchun buni bevosita hozir amaliyotga ayrim viloyatlarimizda, shaharda, respublikada, Toshkent shahrida, poytaxtimizda yetib keldi. Navbat bilan endi viloyatimizga ham mana shu yilda oxirigacha IXLA metodi keladi. IXLA usuli, asbob uskunasi davlatimiz tomonidan ajratilgan. Bu yerda
analizlarni saralash jarayonida xavf guruhiga kirgan shaxs aniqlandi va uni oila a'zolaridan ham analiz olish tartibi qanday amalga oshadi? Albatta, agar mabodo o'sha aholidan olingan qon namunasida patsientda qon namunasida OIV infeksiyasi musbat chiqadigan bo'lsa, demak 2 marta IFA musbat va uchinchisi immunoblot musbat bo'lgan holda tasdiqlangandan keyin unga elektron raqam beriladi. Shifrimiz bor, maxsus shifr va bundan keyin bu bemor hisoblanadi biz uchun. Demak, diagnoz qo'yib bo'lindi va bemorni oila a'zolarigacha to'liq epidemiologik ko'rsatma bo'yicha OIV infeksiyasidan tekshiruvni parallel tekshiruvdan o'tishga ko'rsatmamiz bor va buyruqlarimiz bor. To'liq o'tkaziladi. Guvohi bo'lganingizdek, kasallikni oldini olishda sog'lom turmush tarzining ahamiyati katta. Tibbiy ko'riklar esa salomatligingizga befarq bo'lmaslikka undaydi. Tibbiyot xodimlari va fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-maydagi sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan nafaqat navbat olish, tibbiy ko'rikdan o'tish, balki dori vositalarini ham elektron ro'yxat asosida tarqatish joriy etildi. OIVSga qarshi kurash xizmatini raqamlashtirishga asosiy asoslar nimalardan iborat edi? Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20-yanvar 2023-yildagi odam immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqargan kasallikka qarshi kurash tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli qaror asosiy hisoblanadi va bu prezident qaroriga ko'ra 23-yilning oxiriga qadar OIV infeksiyasiga aniqlangan holatlar monitoringini ta'minlash, real vaqt rejimida preparatlar va diagnostiklar harakatini kuzatib borish imkonini beruvchi elektron axborot tizimini yaratish va uni bir qator vazirlik va idoralar bilan integratsiya qilish vazifasi yuklatilgan edi. Bu 23-yilda Respublika OIVSga qarshi kurash markazimiz, bizning respublika markazimiz tomonidan bu yagona elektron axborot tizimiga dasturlandi va shu markazimiz tomonidan butun viloyatlardagi OIVSga qarshi kurash markazlarini hududiy markazlari ham xuddi shu dasturga bog'lanib, bugungi kunda tizim to'liq elektron axborot tizimiga o'tkazildi. Tizim Ichki ishlar vazirligining ayrim xizmatlari bilan, Adliya vazirligining ayrim xizmatlari bilan to'liq integratsiya qilingan. Jumladan bemorlarning pasport ma'lumotlari, ularning oila a'zolari, doimiy va vaqtincha yashash joylari tizimda avtomatik shakllanib borilyapti. Bemorlarning xorij davlatga chiqishi, masalan, O'zbekiston Respublikasiga qaytib kirib kelishi vaqtlarigacha biz mana shu tizim orqali ko'rib turibmiz. Xorijga chiqib ketgan bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda yangilanib borishi bu o'sha bemorni epidemiologik jihatdan bizga, masalan, biz o'sha epidemiolog doktorlarimizga, shifokorlarimizga yengillik yaratadiki, sabab o'sha bemor qayerda yuribdi, qachon kirib keldi respublikaga. Shu to'g'risidagi ma'lumotlar momentalni holatda olinadi. Bundan tashqari bemorlarni o'lim holati agar yuz beradigan bo'lsa, shu o'lim holati to'g'risidagi informatsiya ham tizimda tezlikda shakllanadi va bu Adliya vazirligi tomonidan o'lim spravkalarini biz qaysidir idoralarga borib o'tirmaymiz. Demak, integratsiya qilinganligi uchun joyida o'sha ma'lumotni elektron tizim orqali olaveramiz. 2024-yilda elektron axborot tizimi shahar va tuman tibbiyot birlashmalariga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarning yuqumli kasalliklar xonalarida ham to'liq ishga tushirilib, o'sha infeksionist shifokorlarga va bemorlarga bir qancha qulayliklar yaratildi. Masalan, hozirgi kunda bemorlar tumanlardagi KIS kabineti, demak o'sha yuqumli kasalliklar shifoxonalaridan dori-darmonni bepul ravishda tizim orqali borgan dori-darmonni harakatini bevosita ko'rib turamiz. Biz o'sha qaysi bemorimiz qaysi tumanda, qaysi qishloqda dorisini olganini, qachon olganini, kim tomonidan berilganini, javobgarlari kim, buni hammasi tizimda ko'rinib turadi. Mana bu yilning boshidan boshlab elektron axborot tizimi hududiy markazlarimizga qarashli, demak, tumanlararo OITS laboratoriyalarimiz bor. Tumanlararo OITS diagnostika laboratoriya ham bu tizim ishga tushirilgan va barcha tekshirilayotgan shaxslarning tekshiruv ma'lumotlari elektron tizimga kiritib bog'lanib boriladi.
O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonlar ko'pincha tashxis yoki turmush tarziga nisbatan nafaqat jamiyatda, balki tibbiy muhitda ham mavjud bo'lgan qo'rquv va diskriminatsiya sababli yordam so'rashdan qochadi. Har bir insonning sog'lig'ini himoya qilishda uning sog'liqni saqlash borasidagi huquqini ta'minlash zarur. Shu bois OITSga qarshi kurash markazlari to'g'ri yo'lni, inson huquqlari yo'lini tanlang degan shiorni ilgari surmoqda. Bu tamoyilning amaliy ahamiyatini OITSga qarshi kurashish tizimida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlar yaxshi bilishadi. Ularning mehnati tufayli minglab insonlar o'z sog'lig'ini tiklab, sog'lom turmush tarzini kechirmoqda. Bu serologiya laboratoriyamiz. Demak, bizda bugun serologiya laboratoriyasi, klinik laboratoriya, bu laboratoriyalar majmuasi hisoblanadi. Hozirgi turgan joyimiz serologik laboratoriya. Bu yerda immunoferment qon analizi, skrining tekshiruvlar analizi, demak, birlamchi skrining tekshiruv analizlari qo'yiladi. O'sha aholidan yig'ilib kelinayotgan kunlik qon namunalari uzog'i bilan o'sha 4 soatning ichida yuqori texnologik jarayonlar kechuvchi o'sha eng oxirgi variantdagi, demak, klassdagi immunoferment tahlili apparatimiz bor. Tahlil apparatimiz, shu apparat orqali demak, mana bu yerda har kuni 2,5 ming, 3 mingga yaqin qon namunasi viloyatimiz bo'yicha Termiz shahri, Termiz tumani, Jarqo'rg'on tumani va Angor tumani va bundan tashqari viloyat davolash profilaktika muassasalaridan kelgan qon namunalari OIF infeksiyasiga tekshiruvlardan o'tkaziladi. Viloyatda boshqa tumanlari uchun 5 ta laboratoriyalar mavjud. Demak, viloyat OITSga qarshi kurash markazini tumanlar aro laboratoriyasi mavjud. Demak, bular Sherobod, Sho'rchi tumani, Denov tuman OITSga qarshi kurash diagnostika laboratoriyasi, Sarasiyo va Qumqo'rg'on tumanlari. Demak, viloyatning barcha tumanlarining aholisi mana shu laboratoriyalar orqali, diagnostika laboratoriyalarimiz orqali OIV infeksiyasidan aholi tekshiruvlardan o'tkaziladi. Bu yerda ham bitta narsani aytishimiz kerak, tuman bo'lishidan qat'iy nazar bugun o'sha elektron tizimimiz borgan va ular ham o'sha yerda qo'yilgan hamma analiz butun respublikaga, masalan, o'sha qo'yib bo'lingandan keyin 4-5 minutning ichida chiqqan tahlil agar musbat bo'ladigan bo'lsa, demak, respublika va olingan qon namunalari ham o'sha bazaga to'liq yetkazib joylashtirib boriladi. Siz ushbu sohada uzoq yillardan beri faoliyat olib borayotgan mutaxassissiz. Endi tarixga bir nazar tashlab bugunni solishtirsa, ish sifatining yaxshilanishi, vaqtni tejashini juda ham katta farqi bor. Juda ham katta farqi bor, sababki bir zamonlar mana shu oxirgi 4 yilning ichida juda ham katta farq bor. Sababi raqamlashtirishga o'tishning eng afzal tomoni nimadaki, birinchidan jarayon tezlashib ketadi. Barcha apparatlarning o'zi raqamlashtirilgan haligi apparatura, yangi zamonaviy haligi tipdagi laboratoriya anjomlari, ularni o'zi sifrovoy deyiladi, raqamlashtirilgan sifrovoy apparatlar. Demak, u raqamlashtirilgan apparatlarda ishlashning o'zi vaqt soati qisqargan. Demak, o'sha 6 soatlik ekspozitsiyalar, 9 soatlik ekspozitsiyalar bugun yo'q. Bugun o'sha 4 minutda masalan o'sha immunoferment analizi bitta plashkani, demak, 96 ta qon namunasini yoki undan ko'proq qon namunasini 4-5 minutning ichida rezultatini, natijasini olish mumkin. Tasavvur qiling, 4-5 minutning ichida analiz topshirishga kelgan bemor muassasa hovlisidan chiqib ketmasidan, orqaga qaytib chiqib ketmasidan turib javobini xuddi shu masalan ertaga kelayotgan o'sha mana shu yilning oxirigacha kelayotgan respublika tomonidan berilayotgan ixlo apparatimiz ham 4 soat ichida, demak, mukammal ko'rinishda tahlil natijasini beradi. Biz bu anjomni, hozir laboratoriya anjomini juda ham zarurligini sezib turibmiz. Chunki aholiga qancha tez yordam ko'rsatsangiz yoki bo'lmasam xizmat ko'rsatsangiz, shunchalik sizdan rozi bo'ladi, shunchalik tibbiyot tizimidan rozi bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan bugun raqamlashtirishning nimasi juda ham katta. Sog'liqni saqlash tizimiga ilg'or raqamli texnologiyalarni targ'ib etish, raqamli sog'liqni saqlash platformasini yaratish, sohaning barcha darajalaridagi davolash profilaktika muassasalari uchun ma'lumotlar bazasi kompleksini joriy etish, dasturiy ta'minot va elektron platformani ishlab chiqish maqsadida yurtboshimiz tomonidan xalqaro banklar bilan hamkorlikda raqamli sog'liqni saqlash islohotlarini qo'llab-quvvatlash loyihasini moliyalashtirish uchun 5 yillik imtiyozli davr bilan 12 yil muddatga 45 million yevro
miqdorida bitim hamda 5,5 million yevro miqdorida grant bitimi imzolangan. Bu esa barcha tibbiy muassasalar va sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.